De, hammasi tayyor. Mana bu pullarni olishim jin ursin, telefon kelyapti. Salom. Salom. Nima desa bo'ladi? Tezroq dorilarni olib keldim. Okey, dorilarni olib kelibdi. Endi chiqib, jin ursin. Pullarni olish esimdan chiqib qopti. Pullarni olamiz va narkotiklarni olib kelamiz. Bu oddiy o'yinda, real hayotga anaqa qilinmagan, noto'g'ri tushunmanglar. Hozir narkotiklarni olib kelamiz va sekingina kechqurun hech kimga bildirmasdan nima desam bo'ladi, dorilarni olib kelamiz. Tak, sizlar videoga like bosib kanalga obuna bo'linglar. Jin ursin, nimagadir qizil rangda osmon. Barchaga assalomu alaykum obunachilar. Sizlar bilan prinsessa. Bugungi videomda sizlarni ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Qayt ketganimda biz tezda bu kanalimizda 5000 obunachiga erishishimiz kerak. Mana bu nima? Hamma mayli chiqindi qutisi bo'lsa kerak. Qani qachon kelar ekan? Mana shu yerda kutib turdi anu bola. Ana bo'ldi, kelyapti. Tez anaqa narsalarni tashlab bilib qolishmasin. Xo'p, hozir tashlayman. Mana bularni olib olay. Pulni tashlab. Xo'p, hech kim bilib qolmadimi? Yo'q, hech kim ko'rmadi. Atrofda ham hech kim yo'q. Mayli, unda dorilarni tashlab bo'ldi. Men ham senga pullarni tashlayman. Xo'p. Ko'p berib yuboribsan, bir stakni ol. Xo'p, hozir olaman. Sen bittasini ol. Bo'ldi ana. Xo'p, men ketdim. Xayr. Xo'p. Narkotiklarni ham oldik haligachanim deb bu anaqa emas, real hayotda olinmagan, prosta kontent uchun, Minecraftda video uchun olinayotgan serial. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Buni endi uyga boramiz va ovqatlariga qo'shamiz va bolalarga, do'stlarimga va boy insonlarga sotamiz va narkotikka o'tistirib qo'yamiz va o'ldirib tashlaymiz. Shunday. Hozircha mana bu sho'rvamni o'sha narsani qo'yib olamiz, eshikni yopamiz va dorilarni taxlab olib, hammasidan ozgina qo'shib narkotika sab sotamiz. Sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Bu serialimizning nomi Narkotik qiz yoki bilmadim. YouTube'ga joylamoqchi bo'lganimda nomini o'ylab topib yuboraman. Sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Keyingi qism uchun albatta 300 ta like. Bundan o'zigini qo'shamiz va ana bo'ldi. Juda ham noinsof, men bilaman. Sababi menga pul kerak. Men shunga majburman. Sandiqqa hamma narsani qo'ydim, endi uxlaymiz. Barchaga xayr, ertagacha. Barchaga xayrli tong, ya'ni good morning. Ayilsan, 9 bor deb paxta bor, hazil hammasi. Mana bu kechagi dorini endi odamlarga sotishimiz kerak. Eshikni ochamiz, eshikni yopamiz. Agarda uyimizga politsiya kelib qoladigan bo'lsa, biz o'ldik hisob obunachilar. Tushunabsizlarmi? O'ldik. Mana bu Mercedes qaralar, yo'q, вообще dahshat-ku bu. Mayli, sizlar videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana bu do'konchini yoniga kiramiz. Qalaysan, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Mana do'konchi dedingmi? Yo'q. Men do'konchi emasman. Nimasan? Men ayilsan dars beraman. Okey, men bu somonxona ekan, jin ursin. Sigirlarni boqadigan. Mayli, sizlar hali yetganimda videoga like bosinglar. Jin ursin. Men buni nimaga oldim? Men bomurjmanmi? Men axir narkotikchiman. Nimaga bu yopilib qo'ygan? Mayli, nima bo'lsa bo'ldi. Qaytgancha kommentariy yozinglar. Mana o'tgan videolar va kontentlar yoqadimi? Yoqadigan bo'lsa bitta yoqadi deb yozib qoldiringlar kommentga. Agarda shunaqa o'zi 300 like yig'masida ham video chiqaraman. Tak, mana bu yerda kim bo'lishi mumkin? Mayli, bu yerda hech kim yo'q. Oladigan odam yo'q nimagadir. Tak, mana bu yerga kiramizmi? Davay shu yerga kirib ko'ramiz. Agarda oladigan odam bo'ladigan bo'lsa, shu yerga sotib olamiz. Tak, kirish mumkinmi? Ha, kirish mumkin. Sizga ovqat olib kelgandim. Rahmat. Nimaga? Bugun juma bo'lgani uchun sizga ovqat olib kelgandim. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Xo'p. Uyingiz buncha zo'r. Rahmat. Juma muborak. Senga ham. Okey. Tak, obunachilar bo'ldi. Birinchi odamimizga narkotik qo'shilgan ovqatni berdik. Endi yana narkotik odamlarga sotamiz va tak, nima deydi? Bu safar endi tovuq go'shtiga araq qilishimiz kerak. Tovuq go'shtiga keyin pizzaga shunaqa qilib boraveradi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Mana ozgina bundan qo'shamiz. Ana bo'ldi, tayyor va ayyor. Endi buni sotamiz. Tak, yana bir marta barchaga salom.
Endi nima bo'ladi? Buni endi bu yo'q-mo'yo to'xta hey bolakay. Ha, nima? Senga bitta narsa beraymi juma bo'lgani uchun? Ha. Mana bu ovqat devol juda ham mazali. O'zim qildim. O, rahmat, mana sizga pul. O, puling kerak emas edi. Ha, mayli, rahmat. Kattakon rahmat, mayli, ketdim. Xo'pchi, Nursen, oldimdan chiqqan odamga sotib yubordim. Plus pulli bo'ldim. Hammaga teganga berib shunaqa odamlar ko'payib tursin. Narkotik berib pul yo'q. Mayli, videoga like bosib, kanalga eshik yopish kerak. Mayli, endi ozgina kompyuter chiqalimiz va endi pizza yoki boshqa kofe shnaqalarga anaqa qilib, dori qo'shib, narkotik qo'shib sotib yuboramiz. Tak, sizlar haliga eshitganimda videoga like bosib turinglar. Biz tezda bu kanalimizda 5000 obunachiga ega bo'lishimiz kerak va men juda ham xursand bo'laman. Mana buni bunga ozgina qo'shamiz va buni endi do'konchiga berib kelishimiz kerak. Hammasi narkotikka o'tirib qo'ygandan keyin hammasi oldimga yugurib keladi. "Ey, ovqat pishirib ber, please" deb. Mana katta summada pul taklif qilaman va ular berishga majbur bo'lishadi va men soqqani tagida qolib ketaman, tushunyapsanlarmi? Yo'q-mo'yo, men bolaga o'tgan kuni dori beruvdim, o'lib qolibdi. Men bunda anaqa emasman, aybdor emasman. Mayli, mana bu joylarga kirib ko'rishimiz kerak. Odam bo'lish kerak menimcha. Da, mana buyur. O, Galeza, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Nima qilyapsan? Nima gap? Shu qornim och edi. Men senga pizza olib keldim. Nimaga? Men pizza zakaz qilmadim. Men ham kuryer emasman. Prosta juma bo'lgani uchun hammaga ovqat tarqatyapman. O, rahmat. Okey, duo qilib qo'yarsan. Narkotik berdim. Nima? Hazillashyapman. Nima? Tushunmaysan hazilga. Bo'ldi. Rahmat sizga. Xo'p, rahmat senga. Nimaga? Yo'q, hali ketganimda videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Biz tezda necha marta etish kerak? 5000 ga bo'lishim necha marta? What the fuck? Tilimizni sep chiqyapti. Kimda sep bo'lsa, menga jo'natib yuborsin. Bittasidan ovoraman. Xorazm viloyati Xonqa tumani. Xorazm viloyati Xonqa tumani, Xonqadagi BTS pochtaga sep jo'natib yuboringlar. Hay, bala. Bilin, so'kinyapman. Mayli, mana buni ham endi tarqatib kelishimiz kerak va oxirgi narsam shu, ertaga yana dorilarni qo'shib anaqa qilaman. Sababi oxirgi narkotikka sotib yubordim. Uni men bu o'quvchisiga beraman. Qalaysiz, yaxshimisiz? Sizga ovqat olib keldim, burger. Rahmat. Sen ham kompyuter ol. Okey, rahmat lekin. Xo'p, arziysan. Hammaga juma bilan tabriklab narsa beryapsan. Da, shunaqa. Sizga ham rahmat. Добрый ko'rasizlarmi? Biz tekin kompyuterli bo'ldik. Oddiy narkotik sotib pul va kompyuter. Men juda ham xursandman. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Tak, 5000 ta bo'lishimiz kerak. Endi uyga boramiz va yana Jenursa nima bo'ldi? Mening o'g'lim o'lib qolibdi. Nima bo'ldi bilasanmi? Yo'q, bilmayman. Mayli, bor, annaroq o'yna. Axir mening bolam o'lib qolibdi. Jenursa, men o'ldirdim, lekin bilmayman dedim. Mayli, nima bo'lsa bo'ldi. Mana bu notebookni endi yoniga qo'yib qo'yamiz va menda ish joyim juda ham ajoyib va g'aroyib. Men juda ham xursandman. Nima desam bo'ladi? Shuncha narsali bo'ldim. Mana bu dorini bu yo'lga qo'yish kerak va yotib uxlaymiz, juda ham charchadim. Yo'q, shu payt kim bo'ladi axir? Eshikni ham 3 ta taqqilatadimi? Nima? Biz siz uyingizni tekshirishimiz kerak. Siz ustingizdan jalba tushyapti, ya'ni narkotik bo'yicha. Yo'q, nima? Nimaga o'qarib ketdingiz? Yo'q, o'zim. Yo'q, bunachilar nima bo'ladi endi? Men bu eshikka yopilib qoldi. Yo'q. Kimga gapiryapsiz? Jendursiz, siz uyingizdan narkotik topildi. Yo'q, meniki emas, tuhmat bu. Yo'q, sizniki. Siz biz bilan borishingiz kerak. Sizning uyingizdan narkotik topildi va siz bir nechta odamga narkotik sotgansiz. Jenursin. Yo'q, nima? Hamma narsani olishib. Yo'q. Siz endi bizning orqamizdan yurasiz. Afsuski. Jenursin, endi nima bo'ladi? Siz endi nima desam bo'ladi? Qamoqxonada 10 yilga qamalasiz. 10 yilga? Agarda agentingiz bo'lsa 1 yilga. Jenursin, barchaga xayr.